Assalomu aziz yurtdoshlarim, yaxshimisiz, salomatmisiz? Bugungi ulug' kun Ramazon hayiti hammalaringizga muborak bo'lsin. Alloh xohlasa keyingi mana shu yillargacha ham sizlar bilan mana shu ro'zalarda sog' salomat ko'rishib yurishlik nasib qilsin. Kirib kelgan bahor fasli, yangilanish fasli, Navro'z ayyomi hammalaringizga azizlar muborak bo'lsin. Mana bizlar bugun Urgut tumani G'ijduvon mahalla fuqarolar yig'ini Navro'z sayliga Tayloq tumani madaniyat bo'limi xodimlari mana bu yerda ulug' ustozlarimiz mana shu sizlarni ko'ngillaringizni xushnud qilib o'z qo'shiqlarimiz bilan sizlarni xursand qilish uchun barcha hamkasblarimiz bilan sizlarga xizmat qilishni niyat qildik. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Kaftidagi yulduzim jannatlardan suvlar ichgan ildizim jannat makonim mening O'zbekiston jon ichra jonim mening O'zbekiston jannat makonim mening O'zbekiston chaqmoq chiqqan o'lmas dostonim mening O'zbekiston jon ichra jonim mening O'zbekiston o'lmas dostonim mening O'zbekiston jon ichra jonim mening O'zbekiston. Dehqon bo'lgayman tinchlik qadrin bilmas o'g'lon bo'lgayman bilmas odam inson bo'lgayman iymonim mening O'zbekiston jon ichra jonim mening O'zbekiston
Bo'ldimi, bittami? Ha, Ha, bo'ldi. Juda katta yaxshi.